Yaxshi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Jim Uzbekistan kanalida YouTube'ga podkast qilyapmiz. Bu podkast tashkillashtirayotgan Biofit komandasiga rahmat deyman. Bu podkastga birinchi chaqirgan insonlarimdan Jahongir aka Jo'rayev bilan Ro'zibek akani chaqirdim. Aka assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Avvalambor yo'q demaganingizga rahmat aka. Menga o'zimga rosa qiziq edi sizlar bilan suhbatlashish. Ko'p gaplashganman. Har doim ham javoblarimni ololmasdim chunki trenovkada bo'lardinglar, har deb savol bersa yoqmasligi mumkin derdi. O'shanga bir kun podkast tashkillashtirib, podkastga chaqirishni niyat qilgandim aka. Aka, tanishib olsak, Jahongir aka, men sizni masalan yoshingizni, qattiq turishingizni hammasini bilmaymiz. O'shanga muxlisligi bu qiziq bo'ladi. Xo'sh, men 1993-yil 25-sentyabrda tug'ilganman. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Metan shaharchasi deydi. O'sha qishloqda tug'ilganman. Shu. Ro'zibek aka, siz nechinchi yilsiz aka? Men 1993-yil 22-fevralda Andijon viloyati Baliqchi tumani Karis qishlog'ida tug'ilganman. Ya'ni tug'ilmagan, Karis qishlog'ida katta bo'lganman. Shatda. Bu sportga kirib kelishinglar qanaqa bo'lgan? Masalan, qiziqish qanaqa bo'lgan bu sportga kirishdan oldin? Shu sport bilan qiziqqanmisizlar? Men o'zi asli bitoy texnika bilan shug'ullanganman. Kompyuter bilan shug'ullangan vaqtlarim. Endi o'sha 1-2 soat vaqtimiz bo'lardi kechroqqa. Gulistonda vaqtimiz. Gulistonda ishlaganman men. O'sha 1-2 soatni ham unumli foydalanish uchun trenajyorniy zalga boraman degan. O'sha zalga borib, birikta o'rtoqlarim bor. Masalan, Guliston o'zida Doston o'zim birga ishlashgan kollektivim o'sha bilan boraman. O'sha zalda Asif degan o'rtog'im bor, shu Gulistonlik. Hozir ham Narmaniy Bayis bo'lib ketgan u hozir Malayziyada ishlayapti. Nurbek degan bola bor edi. O'shalarga qiziqib shu sportga kirib ketganman. O'sha vaqtlar endi nima deydi, lyubitelskiy deymiz, endi havaskor bo'lganman. Hamma qatori zalga chiqib. Hamma qatori bugun chiqsam, vaqtim bo'lsa bugun chiqaman. Bir xil vaqtlar bo'lar, soat 3 gacha ishlagan vaqtlar bo'ladi. Kompyuter tuzatardik, EBA zapravka qilardik, kartochkalar. Sitnoy printer tuzatardik. O'shanda vaqt bo'lsa borardik, vaqt bo'lmasa bormasdik. O'shanda bo'lgan. Keyin men Samarqandga kelganman. O'sha Samarqandda shu Asif degan o'rtog'imning zal sotib olganman. Men senga oyma-oy pul beraman. Keyin qolganini uni qilamiz. Qancha qolsa, xullas oyma-oy to'layman deb. Olgan vaqtimda o'sha zalda ishlatish boshladim, keyin o'shanda qiziqdim. O'sha keyin zalimni sotib olib, yana bitta texnika o'rgatdim. Artel bano bilan Shivaki shunaqa televizorlar, bitta texnika. Shu sotishga o'tgan vaqtim Aziz Estet ustozim Baxshullo aka bizda yangi zal ochildi, mana shu Metanda qishlog'imizda. O'sha vaqt borgan vaqtda ularga qiziqqanman men. O'sha motivatsiya bergan, xullas bolalarga shu sportga qiziqtirgan endi kelib. Qiziqtirgan vaqtda keyin Aziz akani yangi yo'lga kelib, Aziz aka bilan gaplashib, mana shu sport bilan ketmoqchiman, musobaqaga chiqmoqchiman. Aziz aka nima deysiz? Zo'r bo'ladi, faqat endi bu sportni biroz tanlading, buni anusi bor, mas'uliyat juda katta. Qanaqa mas'uliyat? Masalan, dedi, diyeta qilishing kerak. Bu oddiy ovqatlar bilan bo'linmaydi. Mana o'zimizda ovqatlar bilan. Uzun ovqatlar bor deb rasmlarni ko'rsatgan Aziz aka. Qo'l yo'l ko'rsatganda menga. Bo'lib boshlaymiz deganman men. Siraz 2019-yil Samarqandda bo'ldi musobaqamiz. Shu Aziz aka shu Samarqandga chiqardi, Toshkentga chiqardi. Shu birinchi ustozim Aziz aka bo'lgan. Shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berdi, o'sha bilan men Xudoga shukr shu holatga Shuning uchun
aziz estetika rosa ta'sirli bo'libdi-da. Chunki yutganingizda bizni kanalimizga chiqazganimizda sразу like bostiradi, keyin video chiqazibdilar. Men yig'lab bordim. Shu darajada meni shogirdlarim shunaqaga yetadi deb hech o'ylamagandim deb o'zimizdan ta'sirlanib turardilar. O'shanda biz hayron qoldik. Ko'pchilik keyin savol berdi. Aziz estetika shogirdimiz degan juda to'lib ketgandir. Menga ham necha marta savol berishdi u haqida. Lekin aziz aka, alohida rahmat sizga aka. O'zbek aka, sizni sportga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan aka? Meni sportga kirib kelishim, men yoshligimdan o'zi sportda bo'lganman. Andijon Olimpiya zaxiralar kollejini kurash yo'nalishida sborniy O'zbekistonda kurash yurganman. O'sha o'qib yurgan paytimda. Keyin oilaviy sharoit to'g'ri kelmasa Rossiyaga ishlashga ketdim. Rossiyaga ishlagani borib, hayda ishlab yurdim. Keyin baribir sportchimiz biz, trenovka qilishimiz kerak, o'zimizga sekin joy istab trenovka qilishni boshlashim kerak deb ashida bitta akaga aytganman, aka menga zal topib bering, zalga chiqaman desam. Ana uy yonida kvartiraning oldida zal bor degan, o'sha yopib chiqqan. Endi o'ylagan, men kurash zal so'raganman, u meni tosh zalga olib chiqqan. Kutilmagan. Tosh zalga olib chiqqanda men hayotimda ko'rmaganman u odamlarni, kinoda ko'rganman, rasmda ko'rganman unaqa odamlar. O'shanda ko'rib, aka men mana zalda qoldim deganman. O'zi endi yoshligimdan toshga qiziqardim. O'sha odamlarni ko'rib yana ham manaqa bo'lganman-da. O'sha yerda qolib, o'sha yerda sразу o'sha kuni trenovkani boshlaganman. Где-то bir 2 yil, 1 yil tayyorlandim. O'sha trenovka qilib yurib musobaqa bo'lgan o'sha Voronezh oblastida. O'sha musobaqaga chiqqanman. 27 ta odam bo'lsa, 27-o'rinda olganman. Самый главный qatnashganman-da. Bir xil, lekin hozir qatnashishga ham uyalyapti-da. O'zi ko'pchilik tavsiya beradi, bitta chiqib ko'rish kerak sahnaga deyishadi. Men ham ko'p sizlar bilan yurganda eshitgan, chiqib ko'rish kerak, opit bo'ladi. Ko'rib olasan, qayerda xatolaring bor. Maqsading bo'lsa, bitta chiqib ko'rish kerak deyishadi. Keyin undan keyin Rossiyada yana yurdim. Novosibirskga ketdim. Novosibirda ishlab yurdim. Guruchchi bo'ldim. Kechasi, kunduzi bilan guruchchi bo'lib ishlayman. Ertalab 7 dan 12 gacha. 12 da ish tugatamiz, sразу zalga ketaman. 2 gacha zalda bo'laman. Yana ertalab 7 da turaman. Shunaqa qilib 1 yil yurdim. Endi 1 yil ichida normalniy ves oldim. Semirib, ves olib, qaytib kelib, O'zbekistonga qaytib kelib, keyin zalga bordim. Keyin qaysidir musobaqaga bo'lsa ham borib, ashi bodybuilderchilarning bitta bo'lsa ham rasmga tushaman deb 2019-yil Samarqandda men ham o'sha jahonga tushgan musobaqada tushib 2-o'rinda olganman. O'shandan keyin buyog'i menda to'xtovsiz boshlangan. Boshlanib ketgan o'shandan keyin qiziqishdi. Yaxshi, aka menga o'zimga rosa qiziq sizlarning do'stliginglar, musobaqaga mana hozir aytasiz Samarqandda bo'lgan deb. O'shanda qanaqa tanishib qolgansizlar? Bu darajada do'stlik qanaqa borsa ikkalanglar eslanadi. Har doim mana shu do'stlik deganda Jahongir aka bilan har doim Ro'zibek aka videolarda ham ko'ramiz. Qiziqarli tomoni Mr. Olimpiya sahnasida ham ikkalanglar bitta kategoriyada ko'rdik. Endi bizni do'stligimiz masalan do'stlik masofani qizig'i yo'qda. Masalan boshqa davlatda bo'lib do'st bo'lsa ham bo'ladi, boshqa viloyatda bo'lib do'st bo'lsa ham bo'ladi. Bizni sport birlashtirdi. Mana shu bodybuilding sportiga kirib keldik. Mana shu bodybuildingda tanishib, bir-birimizdan masalan qanaqa nima olyapsan, qanaqa protein, qanaqa ovqatlanyapsiz, shunaqa bo'lib turib, sekin-sekin o'rtoq bo'ldik, orada gaplashadigan bo'ldik, keyin ko'proq gaplashadigan bo'ldik. Keyin biz trenerimiz bitta bo'ldi. Biz bitta joyga olib kelib trenovka qildirib, bitta joyda yotib, bitta joyda turdik. Musobaqalarga masalan biz uyimizga borib, men Andijonda tayyorlandi. Undan keyin men Samarqandga ko'p boraman, постоянный. Shunaqa bo'lib keyin og'ir kunlar kelishdi boshladi. Shu og'ir kunlarni aytmoqchiman. O'shanda ham videoyingizni ko'rdim. Men o'zim montajni qilgan edim. O'shanda aytgansizki, o'sha azinchi to'polon bo'lgan. O'shanda keyin chiqqanimdan keyin o'sha motivatsiya hech nima anaqa yo'q edi. Shu Jahongir do'stim polni ham moliyaviy taraflama ham o'sha polni dalda bergan, motivatsiya bergan menga yana sportga qaytishimga deb. Aka shunchalik do'st bo'lish mumkinmi o'zi?
Bu Lekin kamda o'zi bunaqalar o'zi hayotda. shunday. Endi bir xil do'st bor, foydali tomonni o'ylaydi. Bir xil do'st bor, boshqa tomon. Endi men to'g'risi shu birinchi musobaqada tanishganman. Shu vaqt Toshkentda ham birga masalan musobaqaga kelib bo'lgan. U vaqtlar endi bir marta Samarqandda ko'rganman, keyin Toshkentga kelgan vaqtda ham ko'rishib qolganmiz-ku. Yana keyin o'shanday bu xullas yaqin bo'lib ketdik-da biz. Juda yaqin bo'lib ketdik. Keyin men Qirg'izga musobaqaga borgan vaqtim Qirg'izdan qaytdik-da, Qirg'izdan qaytgan vaqtimiz Toshkentda ham musobaqa bo'layotgandi. Keyin Ro'zbek aytdi, xullas dedi, biznikida qani qilamiz dedi, biznikida tayyorlanamiz dedi. 10 kun vaqtimiz bor. Menga aytdi, siz hech qanaqa ularga xijolat bo'lmang. Hammasi joyida, vachi tanudi o'ylamang hech narsani. Men bilan birga turib, men bilan birga tayyorlanamiz dedi. O'shandan juda yaqin bo'lib ketaverganmiz-da. Masalan, Yillar davomida bir-biringlarni sinab, o'sha sinovlardan o'tib, qanaqa musobaqa bo'lsa keyin, qanaqa qiyinchilik bo'lsa birga yengishga harakat qildik-da. O'sha hisobiga juda qalin bo'lib ketdik. Ana shunday. bu natijasini ko'rishimiz mumkin. Shu darajada Xudoyim ham o'zi anaqa qilib qo'ygan ekan, shu Mr. Olimpiya sahnasida ham shu birga qilib qo'ygani, bu shu katta bo'ldi-da. Keyin shu Mr. Olimpiyaga ketishdan oldingi qanaqadir qiziqarli holat. Sizda viza bor edi, menimcha yo boshqatdan topshirdingizmi? Vizam tayyor edi. Arnoldga borib 3 oylik beradi. Birinchi viza unda ham bir martalik. Vizani shunaqa anonsi bor, sizga prosta sinov birinchi sinov uchun beradi. 3 oylikni qani bu O'zini qanaqa ko'rsatib beradi. U bir martalik bo'ladi. Kirib chiqa olmaysiz u bilan. Bir marta borib keldingiz bo'ldi, bir oy vaqtingiz bo'lsa ham chiqa olmaysiz. Shunaqa viza beradi birinchi. Hammaga shunday sportsmenlar ko'piga. O'sha vizani olib, qaytib vizaga topshirishim kerak. Topshirdim-da. 1 yilligini oldim. Keyin men Ro'zbekka aytdim. Xudo olsa dedim, sizga ham beramiz. Faqat eng muhimi rezultat. Ikkinchisi qayergadir musobaqaga borish kerak endi. Osiyoni tanla-ku, Osiyo musobaqasi bor edi. Anidan oldim. Mr. Olimpiyadan oldim. Tailandda. Tailanddami? Tailand. O'shanga bularga kam qolganda federatsiyada pul chiqmay qoldi. Buni eshitdim. O'sha forma tayyor, hammasi joyida, shuncha solig'ini o'qilyapti. Pulni ketkizyapti, vaqtini ketkizyapti, qancha qiynalyapti, nafsini tiyib. Shu forma tayyor, o'sha shunaqa gap bo'lyapti. Menga srochniy telefon qilyapti, "Короче, mana shunaqa muammo bo'ldi, pul chiqmayapti." Men aytdim, "Nima bo'lsa ham o'zingiz shotingizda bo'lsa ham ketishingiz kerak edi. Biz vizani olishimiz kerak edi." Vizani xudo olsa qo'lga kiritamiz, hammasi o'tda qoladi. Bu vizani to'g'risi $50,000 ham olmaydi. Shunaqa hammaga ham berilmaydi. Nechtasini ko'ryapsiz, ana yo'l bilan, qochqin yo'l bilan boryapti. Har xil yo'llar bilan boryapti. Borgan bilan u 2 yilda ishi yaxshi bo'lyaptimi unga. Qiynalyapti-da, xullas dokument bo'lsa, любой yerda yaxshi yurasiz-da. Shunaqa odamlar hisobiga bunaqa sportsmenlar borib, qanaqadir rezultat qilib kela olmayapti-da. Kuch jon kuydirman. Mana shunaqa bo'lyapti. Keyin o'sha vizani olishimiz uchun biz harakat qilyapmiz. Men aytibman, nima bo'lsa mayli shotingizdan keting, xudo olsa bu yoq zo'r bo'ladi. Chunki men o'zimga ishonib bekorga aytmadim. Chunki viza berishiga ishonuvdim-da men. Xudo olsa agar Osiyoni urib kelsa, viza beradi aniq dedim-da. Shuning uchun nima bo'lsa ham xudo olsa yaxshi niyat qilaylik, vizani olamiz dedim-da. O'zi kutilmagan bo'ldi. Bir kunda hal bo'lib ketdimi vizangiz? O'shanda ham biz gaplashganimizda Telegramdan bular viza oldim desalar, "Vobshani hamma o'sha savollar bir kunda oldingizmi?" O'shanda ham bolalar gaplashayotganda o'zimiz xursand bo'lib ketdik. Keyin siraz mana video qilib chiqarish boshladim. Biz ko'proq xursand bo'ldik. Shu narsani biz ham kutgan edik. Shu birga ketishinglar qanaqa bo'lar ekan, qanaqa qiziqarli anaqa bo'lar ekan deb. Shu. Endi bu narsa viza menda 1 yil oldin plan bo'lganda, plan mana noldan boshlangan paytimda chiqib shunaqa deganda уже подготовка boshlang, anaqa qilamiz degan.
yutasiz siz baribir yana degan sharoit yo'q desam, shu men yordam qilaman deb turib 6 oy yordam qildi. Keyin sekin o'zim formamga kirgandan keyin pul topishni boshladim. Masalan, odamlar hozir shunaqa bo'lib qolganki, ko'rinishingizga qarab turib baho beradigan bo'lib qolganda. Men endi u paytda formam yo'q, qornim chiqqan, lekin bu yoqda qilgan rezultatim ularning ko'ziga ko'rinmaydi. Chempionmisiz? Bir nima bo'lsa, umuman qizig'i yo'qda. Ko'rinishingizga qaraydi, formangizga. Hozirgi holatingiz. Ha, formangizga qaraydi. Ba'zi zallarga ish so'rab boryapman. Siz trenermisiz o'zi deyapti-da. Odam ichidan o'tganini o'zi biladi. Masalan, nima o'tdi, nima qo'ydi. Masalan, men bunga ochiqni aytaman, ichimdan nima o'tgan, nima qo'ygan, masalan, qaysi odam men bilan qanaqa qatnashganida bo'lgan, hammasini aytaman-da. Bularni hali men ko'rsataman bularga deb turib, endi odamning ichida yana bitta odam bo'ladi-da. O'sha odam uyg'ondi-da menda o'sha vaqtda. Uyg'onib, astoydil Xudodan so'rab trenirovkani boshladik. Plan o'zimiz birinchi bo'lib endi etap O'zbekistonni yutishida. O'zbekistonda birinchi Jizzaxda tushdim, 3-o'rin bo'ldim. O'sha Jizzaxda 3-o'rin bo'lganimdan keyin o'sha qaytib musobaqaga tushib qolmadi menda xohish. Formam yaxshi edi. Endi u sudyalarning ishiga men aralashmayman. Yutkizdim. Keyin niyatidan keyin Toshkentda bo'lish kerak edi. Sovdim. Keyin tushmayman deb turibdi, ovqat yeb, o'zimga kelganimdan keyin qandaydir yana o'zimdan tushadigan nima bo'lib qoldi. Men tushaman dedimda, o'sha kuni qaytib ketib, to'g'ri zalga borganman, Andijonga. Zalda trenirovkani qilib, keyin uyga ketganman. Chirchiqda bo'lgan O'zbekiston chempionatida absolyut chempion bo'ldim. Keyin undan keyin Osiyo chempionatiga borishimiz kerak bo'ldi. Osiyo chempionatiga o'sha bolalar yaxshi tayyorlandi. Masalan, O'zbekiston futbol komandasida 3 kishi borgan bo'lsa, yaxshi tayyorlandida. Bizga pul ajratilishi kerak bo'lgan. Endi davlat tomonidan ayrim sabablarga ko'ra bizga pul ajratilmadi dedi. Endi men telefon qildim, sharoit yo'q. Bu aytayapti, nima bo'lsa ham borasiz, borish kerak. Umuman qaytish yo'q, bo'ldi. Yetib keldi, shunchani ichagacha bu yerga ham borasiz, rezultat qilasiz. Yaxshi, endi akalar bor ekan, ukalar bor. Yordam qilishdi. Biletni oldik, borib kelib, u yerda ham yaxshi rezultat qildik. Zo'r bo'ldi. Endi men u yoqqa ketmasdan oldin siz bilan gaplashganimizda o'sha men vizaga o'chirib topib qo'ygan. Endi u qaytib kelib men kirishim kerak bo'lgan. 3 kun qaytib kelib, sразу 3 kundan keyin vizaga kirdim. Endi Xudo yo'limni ochgandan keyin Amerikaga ham vizani sразу berdi. Zo'r bo'ldi-da, o'sha hamma kutgandaqa bo'ldi. Undan keyin Olimpiyaga bordik. Olimpiyada ham o'zlaring ko'rdilaring, yaxshi rezultat qildik. Olimpiyada zo'r bo'ldi. O'shanga tayyorgarlik qanaqa bo'ldi? Siz olganingizdan keyin qanaqa bo'ldi? Men bildim, endi videoda xursand bo'lib anaqa qildingiz. Endi men to'g'risi o'sha ishonmagandim. Men umuman ishonmagandim. Bu lekin Jahongir ishongan edi. 100% beradi dedi. Men umuman ishonmasdan kirdim. Lekin sizni vizangiz qabul qilindi dedi. O'sha men boshqacha ichimdan boshqa narsa bo'lib ketdim-da. O'shida o'zida men o'sha diyeta ushamay turdim. Va viza bermaydi dedi. Chiqib yana yeyman deb turdim. O'shida viza berildi deganda ishtaha bo'g'ildi-da. Chiqib ham yegim kelmay qoldi. Demak, yoningizda odammi ham anaqasi o'rni katta ekanda. Hozir Jahongir aka, bo'ldi o'rtoq, men o'zim borib kelaman, senga bermasa kerak, anaqada Tailandda 2-o'rinni olding-ku deganlarida agar hozir o'z har qatda xohlamasdan ham nima bo'lsa bo'ldi deb balkim topshirmagan bo'lishingiz ham mumkin. U ham masalan vizaga kirish ham pul turadi u ham. Qanday deb ham masalan topshirmagan bo'lardi. O'rtog'ingiz masalan motivatsiya bermaganlarda. Shu Mr. Olimpiada u yoqqa borgan yilda qanaqa bo'ldi aka? Mana siz birinchi marta borishingiz, bularda necha marta borgansiz? Ha, ikkinchisi. Siz borganingiz qanaqa bo'ldi? Masalan, bular o'sha yerda turib oldingi martda video qilganlar. Menga. Shani yaqinda yana qo'ydinglar. Rozbek do'stim deb anaqa qilgansiz, duolar qilib anaqa bo'lgan. Shu ijobat bo'ldi bunday olib qarasak. O'shanda masalan ichingizdan o'tgani har qatda bir kun boraman masalan o'rtog'im bilan degandek bo'lgan. Hop borganda qanaqa bo'ldi aka? Qanaqa ekan o'zi Amerika? Endi men to'g'risi Amerikani umuman boshqacha o'ylagandim. Unaqa
bir odamni o'ziga tortadigan, boshqa davlatlarga ham borib kelib yuribmiz. O'sha davlatlarga o'xshagan davlat deb o'ylayman. Lekin u yoqda muhiti boshqa. U yoqda siz odamsizda. Masalan, qonun ishlaydi. Birinchi navbatda hamma o'zini haq-huquqini biladi. Masalan, sizni hech kim nohaq o'zidan o'zi to'xtatib, sizga ayblov qo'ya olmaydi yoki bo'lmasa qanaqadir o'zidan o'zi shtraf yetib kelib qolmaydi orqangizdan yoki bo'lmasa qanaqadir olgan narsangizdan aynigan narsa chiqmaydi. Aldab turib yoki bir narsangizdan pul yechib olmaydi. Hamma narsa chestniy. Ularda nima deydi? Iymon yo'q, nima deydi? Insof bor. Shunaqada. Endi bizda boshqacha nabarot. Iloji boricha ko'zingizni o'yishga harakat qilishadi-yu. Endi shunaqa narsalarni ko'rganingizdan keyin odam haligi yaxshiroq muhitda yashagingiz keladi-yu. Xolis Babi yana tortar ekanda. Endi babi birinchi navbatda bayrog'imizni ko'tarish maqsadda borganmiz. O'shani qildik. Maqsad bajarildi, plan bajarildi. Undan keyin ko'zimiz ochilib, keyin yaxshi joylar aylandik-da. Ko'rdim o'ynab, ana yomg'irlarda ham yugurib yurganinglarda zo'r bo'ldi. O'zimiz ham maza qilib kuzatdik. Aka qanaqa bo'lar ekan? Yoningizda masalan baribir oldingi Arnoldga borganinglarda Baxshullo aka, Islom aka bo'lgan. Endi baribir taniysiz, bilasiz, lekin do'stingiz emas. Masalan, yaqin bu safar do'stingiz bilan bordingiz. Qanaqa bo'ldi? Bu safarmi? Borganimizda birinchi o'rinda birga borayotganimizdan juda xursand bo'ldim men. Chunki Baxshullo akaga ham aytganman. Endi kirib birga aytganmiz-da endi. Xudo xolasa Xonsaroy homiylik qiladi deb. Nasib qilsa Xonsaroy ham homiylik qiladi. Birga borishni niyat qilganman-da, agar может Xonsaroy homiylik qilmaganda bormasdim. O'zim aytganimcha, chunki men sharoitim meni ko'tarmaydi agar homiylik qilmasa. Bu qachon bo'ldi u Xonsaroy homiylik qilaman degan. Anoda Osiyo chempionatiga chiqish kerak. Uje bugun uje uxlab ertaga chiqish kerak. Uje bo'ldi. O'sha uxlagan vaqtimda SMS ovozni xabar yuborganman. Xullas sizni tabriklayman. Xonsaroy bo'ldi sizga homiylik qiladi deb. Hozirdan sizni tabriklab qo'yib, xursand qilib qo'yib, bitta sahnada maza qilmayman dedim-da endi. Odamlar xursand bo'lsa qanday bo'ladi? Masalan, yana bitta yo'l ochildi-da. Shunaqa. Xullas yaxshi yo'l ochilyapti. Yaxshi tomonga yo'l ochildi, odam xursand bo'lib chiqadi. O'ylaydigan narsangiz bitta kamaydi. Maza qilasizda o'sha. Xursandchilik bilan chiqsa odam shunaqa. O'yin bo'lib chiqadi-da. Xafa bo'lib, bir leshni bo'lib, ana harakat bo'lsa, sahnada ham bir o'zini nima qilayotganini o'zi bilmay qolasiz. Shunaqa joylar bo'ladi, kayfiyat bo'lmasa, sahnada ham o'zingiz nima qilayotganingizni bilmaysiz-da. Bitta xato. Forma ham даже ochilmay qoladi-da, chunki polni miya hamma tomonni boshqarayotgan narsa-da bu miya. Shunaqa tomoni bor. Xursandchilik bo'lsa, xursandchilik bilan bemalol nima deydi, harakatni ham bemalol qilib xursand bo'lib qoladi. O'sha birga ketayotganimizdan birinchi bo'lib xursand bo'lganman men. Xudo xolasa xotirjam bo'ldingiz. Birga ketamiz, inshaalloh nasib qilsa. Yoqda ham chiroyli rezultat qilamiz. Yana ertaroq boryapmiz-ku. Zo'r tayyor bo'lamiz deb-da, hammamiz yana ko'pchilik borsangiz juda zo'rda, ko'pchilik bilan tayyorgarlik qiziqarli bo'ladi. Men masalan birga borganim eng qizi, masalan Baxshullo aka отдельный anoda ishlaydi. Programmada. Baxshullo aka отдельныйda. Biz ikkalamizniki отдельный bo'lib, Abduxo'p o'zi bilamiz. Endi o'zi trenirovka qilib ikkalamiz faqat. Shu bugun nima ishlaymiz? Shu ishlaymiz. Bo'ldi, birga ketdi. Aniq maqsad bor. Yana tayin. Eng qizig'i bir o'zingiz bo'lsangiz ham желание bo'lmaydi trenirovka qilishga. Xijolat bo'lasiz yoki toshga ko'tarish qarash yoqmaydi-da. Nima deydi? Motivatsiya bo'lmaydi. Insonda bir ham sushkadasiz, ham silib, mana suv chiqaryapti badandan. Yoqmay qoladi. Ikkalamiz bir-birimizga qiziqib qolaverdik. Yana tosh qo'shib, ana shunday tosh qo'shib
Bana nima deydi 15 kilo ko'tarayotgan joyingizda 30 kilo ko'tarasiz. Chunki yoningizda sheringiz bor. Sheringiz bor. Ya bo'lmasa strafovka qiladi, qo'rqmaysiz. Bir o'zingiz emassiz. O'shaning uchun birga borganimda men ana shu vaqtda xursand bo'lganman-da, birga ketyapmiz desa, bo'ldi, yo'da zo'r bo'ladi xudo xolasa deganman. Ana shunaqa bo'ldi. Endi shu tayyorgarliklar hamma narsa bo'ldi. Taroz payti kelganda sizlarni bitta kategoriyaga qo'yishdi. O'shanda qanaqa bo'ldi? Menimcha siz qildingiz shu videoni. Mana Jahongir bilan biz bitta anaqa kelganimiz shu ekan oxirida dedingiz. O'shanda qanaqa o'tdi sizdan? Endi tan olish kerak, hozir O'zbekistonda birinchi nomerli sportsmen yutish hozir hech kim yuta olmaydi Jahongirda. Men ketayotganimda ham o'sha bilganman, agar Jahongir bilan tushsam 2 bo'laman. Uvereniman, boshqa davlatni sportsmenlarni yutaman. Chunki bizda podgotovkamiz professional darajada bo'lganda, o'zimizga uverenlikda ketganmiz. Ikkalamiz programmamiz bir xil, pitaniyamiz bir xil, hamma yo'g'imiz bir xilda. Даже uyqumiz ham bir xil. Bir xil vaqtda yotib, bir xil vaqtda turamiz. O'shaning uchun agarda men o'zi 95 kiloga tayyorlanganman, endi 95 kilo bo'lsa deb 95 kiloga tayyorlangan. Ayga borgandan bildik 95 yo'q 90. O'sha 90 bo'lgandan keyin ikkalamiz bitta vesga tushishimiz aniq. Men 100 ga tushsam balki yutkazib qo'yaman. Atbordan o'ta olmasligim mumkin. Undan riskovat qilmasdan 100 kiloga, 90 kiloga tushib turib 2 bo'lsam ham, zato uverenni yutkazaman. Boshqa davlat odamini yutaman, boshqa sportsmenlarni yutaman deb turib, endi men o'zim videoda boshida tarozida ham video qo'yganimda, endi rostdan o'shigacha borganimiz boshqa besda bordik. Masalan, bu oldin birga chiqqan paytimizda 85 ta chiqardim, men 90 ta chiqardim. Undan keyin menda dam olish bo'ldi. Bu 90 ga o'tdi. Keyin sirazi Arnold klassiga ketib, u tushmay qo'ydi O'zbekiston. O'zbekiston tushmay qo'ydi, keyin men chiqdim. Hozir o'shani anaqa mavzuni ochmoqchi edim. O'sha do'stligiga o'shanda men вообще tan berib men o'zim hayron qoldim. Sahnada tugadi, medal pro kart oldilar bular. Siz video qolsiz. Jahongir do'stim o'sha birinchi o'rinni oldi dedingiz. O'sha video vashi bo'lib ketdi. Men o'zimga qo'ydim. O'zimga yoqdi chunki men aytaman, shu darajada bo'lishi mumkinmi? Odam anu do'stlik shunaqa bo'lishi mumkin. O'zi ikkini olib turibdilar-da, doman, lekin o'rtoqlariga shunchalik xursand bo'lganlarga men lekin o'shanda hayron qoldim, bo'ldi. Boshqa tan berdim. Bu do'stlik haqida deganda faqat Jahongir aka bilan Ro'zibek aka haqida gapirsa bo'lar ekan deb gapirdi. Shu qiziq bo'ldi menga. Endi buni mehnat qilayotganini men ko'rib turibman-da. Meni mehnat qilayotganim bu ko'rib turibdi. Xudo ko'rib turibdi. Boshqalarga masalan bizni qilayotgan ishlarimiz, qilayotgan narsalarimiz prosta tak bularda puli borda, bular qilyapti deyishi mumkin. Lekin biz ham oddiy oilaning bolasimiz, noldan chiqqanmiz. Bu darajaga yetib kelguncha nimalarni yo'qotib, nimalarni topganimizni o'zimiz yaxshi bilamiz-da. Endi buni mehnatiga yarasha Xudo berdi. Meni mehnatimga yarasha Xudo berdi. Xudo xolasa, mana keyingi musobaqalarda yaxshi rezultat qilib, yana Xudo xolasa yetib olaman. Arnold klassik borasizmi? Xudo xolasa. Shu Mr. Albani sahnasida turaman deb hech o'ylab ko'rganmidingiz? Chunki o'rtada sizda sinovlar bo'ldi, tashlab qo'yishingizga majbur bo'ldi. Endi Jahongir aka kuzatib turardimi? Постоянно bir xil rejimda bir xil harakat qilardilar. Sizda masalan o'rtada pauzalar bo'ldi. Hech o'ylab ko'rdingiz, o'tganmidi azgincha bo'lsa ham masalan Amerikaga boraman qachondir yoki shu Mr. Olimpiya sahnasida medal olaman deb. Endi bu sportga kirib rasaligi cho'qqisiga chiqqan paytlarimda orzuda bor edi. Keyin orada pauza bo'lgandan keyin, to'xtalish bo'lgandan keyin menda unaqa narsa umuman qolmagan. Даже men O'zbekiston chempioni bo'laman deb o'ylamaganman. Hech qanaqa umid qolmagan edi. Endi o'sha umidni bundan motivatsiyalanib, bundan ilhomlanib boshladim-da. Chunki chiqdim. Bunga telefon qilib, men chiqdim dedim. Yaxshi bo'pti dedi. Bir haftadan musobaqa menga yordam berasiz dedi. Bo'pti dedim, keldim, yordam berdim, yonida yurdim. Forma vashi dahshat bo'lganda, unaqa formada ko'rmaganman. 7 oy ichida formasi dahshat bo'lgan. Pomni nima qaradim. Yonida yurib, endi Tembo'li keyin yutdi, absolutkani yutdi.
Xudo xolasa yutaman deb ichimdan o'tkazdim, lekin ishonmadim-da. Keyin ketdim. Bu yutdi, ketdi. Keyin orada gaplashib, telefonda gaplashib boshlang dedi. Keyin menda sharoit yo'q desam, men sizga sharoit qilib beraman deb ashunda sekin turtki bo'lib, uje forma odamda formasi sekin o'zgargan sari uverin bo'ladi o'ziga o'zi. Masalan, men birinchi musobaqamda men absolyutga yutaman deb chiqqanman. Просто tak men kategoriya yutaman deb chiqmaganman, lekin nima deydi? Men yutkazish yozilganiga 3-o'rin bo'ldi. Lekin undan keyingisiga yana ham kuchli bo'lib turib, yaxshi tayyorlanib absolyutga yutdim. Naborot yutkazganim yaxshi bo'lgan ekan deyman. Balki o'shanda menga oson g'alaba berganda balki bu narsalar bo'lmasmidi. Yaxshi. Jahongir aka, o'sha sizni ham Mistrani sahnasida turibsizlar, kelinglarda. Qanaqa taassurotlar bo'ldi o'shanda? Masalan, hech o'ylaganmidingiz? Masalan, Arnold Classic'ni yutdingiz. Uni ko'rdik. Endi Mistrani bega tayinlanayotganingizni Baxshilo aka aytdilarki, bir gapni Jahongir olish mumkin dedilar. Podkastda Jahongir olish mumkin deb ishondilar. Siz ishonchi oqladingiz. Ustoz bo'ladilar o'zi. Qaysidir ma'noda Baxshilo aka ham ishondilar. Biz ham kutdik rasa. O'zingiz qanaqa qiluvdingiz? Kutuvdingiz. Yutaman deb o'ylovdingiz, to'g'risini ayting. Men o'zim mashqda aytdim men. Formam yaxshiligi, yutishimga kim uverin bo'lib gapirgan trenerim aytdi. Aleksandr Martinkin, rossiyalik. Trenerim aytdi, sen dedi, уже prosan dedi. Уже pik formada turibsan hozir dedi. Sen 100% yutasan dedi. Keyin men saytiga kirdim, ana shu Mr. Olympia amator saytiga kirdim, havaskor saytiga. Qani 2024 kimlar yutgan? Ko'raylik, rasmini ko'raylik. Endi bari o'zingiz solishtirasiz. Solishtiryapman. Hech qanaqa bir ortiqcha joyi yo'q bizda. Shu bir xilmiz. Bir xil joylarga ko'ryapman. Hay, go'sht kattadir menikidan. No, kачество bo'yicha ko'rayman, bunaqa kачество yo'q. O'zimga o'yin bo'ldim, men yutaman bo'ldi. Shu mashina o'zimga niyat qilganman, men yutaman xullas. Yutaman deb ketganman-da. Birinchi o'rin pro kartam olaman deb men o'ziga aytganman. Xudo xolasa pro karta olib kelaman men dedim. Pro karta olib kelaman men dedim. Keyin ikkalamiz sahna orqasida turibmiz. Endi birinchi marta chiqyapti, ikkinchi marta chiqyapti. Katta arenaga. Keyin shuni soperniklarga qarab, hech narsa emas bular dedim. O'zingizga ishonchi ortdi. Odam ko'pda, sahna orasida tushunib bo'lmaydi. Mana bu yerda 100 kilo olib turibdi-da, biz akim shu yerga turib olyapti-da bir qarasa. Deyapsiz, bular ham aralashib ketyaptimi deyapsiz. Odam ko'p, 18 tami saplanimiz bor, sapin. Keyin aytdim, Xudo xolasa zo'r bo'ladi dedim. Endi birinchi marta chiqqan-ku o'zbek. Hayajon o'ynayapti, bari hayajon menda ham bo'lgan. Mr. Arnold Classic'da yutqizib qo'ysam qanday bo'ladi? Shu paytda ham Xudodan so'raganman, yuzimni yorib qilsin. Nima bo'lsa ham yuzimni yorib qil. Shuncha joyga keldim, Xudo xolasa shuncha joydan kelyapman, yuzim yorib bo'lib ketsin degan, Xudodan so'raganman. Men aytibman, Xudo xolasa zo'r bo'ladi debman. Uverin bo'lib chiqyapman, men Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Keyin bo'ldi deb tap chiqib, mana Xudo aytganimizdek tilimizga solgan ekan, shu narsa bo'ldi-da, biring. Demak, odam o'ziga ishonsa, ancha-muncha ish qilsa bo'lar ekan. Albatta. O'zingizga uverin bo'lsangiz, uverin ham turasiz o'sha sahnada. Bemalol pozirovkangizni ham chiroyli qilasiz, uverin bo'lasiz, chunki uverinsiz siz yutasiz. Pro kart olish uchun birinchi o'rinni oldingiz o'zingiz kategoriyangiz bo'yicha. Keyin yana sahnaga chiqdinglar-ku. O'shanda 3 ta pro kart berildi. Shunday. Mistrani 3 ta beriladi. Arnold Classic'da bitta beriladi. Mikhail Valenkin mana o'sha Arnold Classic'da bitta berilganini Mikhail Valenkin olib kelgan bizda. Nuda Mr. Olympiyada 3 ta beriladi. 90, 100, 100 plusga beriladi. Xullas 90 gacha bo'lgan vez
100gacha bo'lgan emas, 100 plusda bu yoqqa ketdi. 115 mi, 110 mi? O'shanaqa. Men o'sha Mr. Olimpiyada absolyutkalar orasida, shu mutlaq g'oliblar orasida ikkinchi o'rinda oldim. O'shani hozir so'ramoqchi edim. 110dan ziyodini ham yutdim. Chunki videom bor. 110dan ziyodini yutdim. No 100 ga berdi. Chunki kichkina besga berilmagan. Men so'radim, ataydan shu haykalchasi bor-ku. Ko'rishadi. Haykalchasini shuni ushladimdan keyin shu oldida turganga bu kimga beriladi degan paytim u aytdi overga degan. Over degan katta bes degan. Katta besga beriladi bu dedi. Men kachествойный bo'lgan bilan go'shim yetmaydi. To'g'ri, men videoni ham ko'rsa biladi, ammo videoda точно yutib qo'yganman men. No, go'shim kichkina. Demak, overga yutsa yutmasa baribir beradi. Baribir katta besga beradi, iloji yo'q. O'sha 100 ga berdi, no 110 dagini men yutib qo'ydim. Mutlaq g'oliblar orasida ikkinchi o'rinda oldim. Shu 3 ta prokatimiz shu 3 kishiga berildi. Hissiyotlar qanaqa bo'ldi aka? Hissiyotlar ancha zo'r bo'ldi, chunki kutganingizdek bo'ldi natijali. Chunki men sizni eshitganman, sportchilar orasida ko'p buni qaytarishadi ham. Eng intizomli sportchi deyshadi. Buni ko'p baxshilar ham aytganlar. O'shanda hayron qolib, keyin profillaringizni kuzatganda Jahongir deganlar podgotovka qilayotganda shogirdlarni ham dashi trenirovka qildirmaydi dedilar. Shunaqa. Men shunaqaman. O'sha sushkaga kirdimmi, hech kim bilan ishlamay qo'yaman. Bo'ldi, mana shu bitta nuqtaga qarayman, o'sha nuqta to yetib olmagancha hech kim bilan gaplashmayman ham, to'g'risi anoyim savol javob bo'lmaydi. Shunaqa qilg'im bor. Shu bitta joyga borishim kerakmi, o'sha joyga точно yo'lni qo'yaman, o'sha joyga to'g'ri ketaman, hech qayerga burilmasdan. Chunki agar insonlarni agar men olishni boshlasam, pulga qiziqsam, agar pulga qiziqib u shogirdni, bu shogirdni olaversam, ertaga men trenirovka qilayotganda yo oddiy misol kardio qilayotganda aka men tushunmayapman bu narsaga, tushuntirib yuboring desa, u joyda men trenirovkani tashlab unga tushuntirishim kerak. Bunaqa nafas olishing kerak, bunaqa qo'lingni bunaqa ushla, bunaqasiga qo'y, to'g'ri tur. Chunki men u inson bilan ishlayman, pulni oldimmi? Ishlashim kerak, men sog'lig'iga ham e'tiborli bo'lishim kerak u inson. Bilmaydi-ku, oddiy misol 2 santimetr belida ozgina noto'g'ri ushlab og'ir ko'tarib olsa, grija bo'lib qoladi. Kim qildi shu trener? Men nomim yomonga chiqib ketadi. Bundan ko'ra nomimni ham yomonlamayman, mayli. Shu Xudo berganicha pulni qayerdan kelsa, shu Xudoga shukr, hammasini halol keladi. Xudodan so'rayman hamisha o'ylagan maqsadimga yetay, nima bo'lsa. O'ylagan maqsadimga yetay, sog'lig'imni bergin, har kuni ertalab shunaqa turdimmi, niyatim shu. Har doim sog'lig'imni bergan, o'ylagan maqsadimga yetay, yaqinlarimni, oilamni hamisha sog'lig'imni berib turgan. Xullas, xonadonim faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Yomon kun bo'lmasin. Men даже shunaqa joyga keladi. O'zimni mana yaqinlarim, jigarlarim, xullas, oilam hammasida shu kasal bo'lmasin iloji boricha. Oddiy misol bitta kasal bo'lib qolsa ham to'g'risi ko'nglingizga hech narsa sig'maydi. Pitaniyangiz ham insonda kortizol gormoni bor. Kortizol ko'tarildimi, даже mishsalar ham orqaga qaytadi. ishtaha avtomatik yo'qoladi, настроение tushib ketadi. Stressda u. Stress yomon narsa. Bizlar sushka vaqt stress eng yomon narsa. O'shaning uchun iloji boricha sel bitta tomondan. Bo'ldi, boshqa joyga qaramayman. Mana shu pul mayli ketsa, pul kelmasa ham mayli. Xudo bersin deyman-da. Xudo beradi baribir. Siz chunki yaxshi narsaga niyat qilib, yaxshi niyat qilib o'zingizni intilyapsizmi o'sha narsaga, maqsadingiz sari siz ketyapsiz, hech qanaqa harom yo'lga yurmayapsiz. Masalan, halol ketyapsizmi, Xudo baribir beradi, chunki siz harakat qilyapsiz. Xudo ham harakat qilganga beradi. Shunday. Endi menda savol yana tug'ildi, shu bodybuildingda oilani muhitda ham qanaqa rol o'ynaydi?
Masalan, oilangiz poddeshi qilishi, masalan, haddan o'zingiz ovqat qila olmasligingiz mumkin. Ayolingizga aytasiz, o'rgatasiz, boshqa bo'ladi. O'shanda oila qanaqa poddeshka berish kerak? Bu tarafdan maqsadingiz aniq bo'lsa. Oilaviy tomonda podдержкасы, конечно, главный nimada turadi. Chunki nimaga? Agarda oilangizda tinchlik bo'lmasa yoki nimadir kam bo'ladigan bo'lsa, u siz trenirovka qilyapsiz, bunaqa kam, uyda manaqa bo'lyapti desa, siz bemalol trenirovka qila olmaysiz. Yoki bo'lmasa, oilaning rizqini kesib o'zingiz yeya olmaysiz. Bunisi ham o'ylash kerak-da. Birinchi navbatda oilani kamchiligi, undan keyin bu yog'ini qilish kerak. U oilani tashlab qo'yib bo'lmaydi. Chunki oila nimaga? Oila sizga qarab turadi-da. Oila sizga qarab, sizga ishonib, sizni nimadir olib keladi, nimadir bolalarga nima qiladi deb turib o'tiradi. Uyda kutib o'tirgandan keyin u narsani qilmasangiz bo'lmaydi-da. O'zbekchilikka ham to'g'ri kelmaydi, musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Chunki oilani birinchi o'rinda tinchligi bu sportsmen uchun eng kerakli narsa. Oilada podдержка bo'lishi bu sportsmenni o'sishiga 100% yordam beradi. Agar uyingiz tinch bo'lmasa, siz halovatingiz bo'lmaydi. Uyga kirganda bezillaysiz. Uyga kirsam hozir manaqa bo'ladi, uyga kirsam manaqa bo'ladi. Yo nimadir deydi. U sportsmenda navrot minusga olib ketadi. Undan ko'ra deydi, mana sportni tashlay, oilamni kamchiligini qilaman. Endi liboy erkak kishi u narsaga chidab tura olmaydi-da. Birinchi o'ringa oilasini qo'ygan odam. Agar oilasini qo'ymasa, unda bilmadim, u boshqa yo'lga ketadi. Demak, oilaning o'rni bor-a? Albatta. Sportda. Endi Arnold Classic qanaqa bo'lyapti tayyorgarliklar? Arnold Classicga tayyorgarlik menda hozir plan bo'yicha, hech qanaqa plandan chekkaga chiqish yo'q. Maqsad Procard. Xudo xolasa o'sha maqsadni qilamiz. Keyin boshqasini o'ylab ko'ramiz. Lekin hech qanaqa rejim buzilishi yo'q. Hamma narsa rejim bilan. Mana o'zingiz ham telefon qildingiz, hamma yo'lda reja bilan, oldindan nima qilib, telefonlashib, reja qilib, hamma narsa shunaqa bo'ladi. Masalan, Andijonga borganda ham, uyda ham hamma narsa iloji boricha rejim. Masalan, kimdir menga hozir ketdik osh bor yoki bo'lmasa biron joyda o'tirish bor, to'y bor deydigan bo'lsa, men bormayman. Chunki nimaga? Menda maqsad bor-da. Men u maqsadimni bir martalik, bir soatlik, bir ikki soatlik nima deydi, ko'ngil xushlikka almashtira olmayman. Chunki maqsad qo'ydimmi, bu narsaga kirishimga orzular endi hozir maqsadga aylandi-da. Boshida orzu bo'ldi. Endi sekin-sekin bu narsa maqsad bo'ldi. Endi maqsadga bir qadam qo'yganda to'xtab qolish bu bo'lmaydi-da. Yarim to'xtash bo'lmaydi. Jahongir aka, yaqinda stories ko'rdim. Amerikaga ketaman degan anaqa bo'ldi, lekin hali bor Arnoldgacha bo'lgan anaqa. Nima sababdan ketyapsiz? Men ketishimga sabab endi Amerika ayni bodybuilderlar shahrida. To'g'risi bir akalarimiz bor, yaxshi akalarimiz. Shu majlis safar borganimizda juda podдержка qildi, rasmlar ham bor. Hammasini undador bo'lib qo'yganmiz. O'sha akalarimiz qarindoshlarim bor. Masalan, jiyanim shayada qarindoshlarim bor. Har doim borsam, sraz kelib, o'sha qayerga bo'lsa, o'sha yerga olib borib, aylantirib, o'z qo'ymaydi-da. Bizda xullas musobaqagacha, lekin hech kimga biz va'da bera olmaymiz. Bu yoqqa keyinlar mayli boramiz deb. Chunki bizda hamma narsa hisob-kitob bilan-da. Hamma narsamiz, masalan, ovqatlarimiz ham, yotishimiz ham, dam olishimiz, trenirovkamiz, hamma narsa hisob-kitob bilan. O'sha maqsad bo'lgandan keyin boshqa narsani qo'yib turamiz. Ular ham shu musobaqa kuni keladi, qarindoshlarim ham hammasi. O'sha musobaqa o'tgandan keyin bemalol aylantiramiz. Bemalol endi to'g'risi sushka vaqti inson chorni belgi ko'radi. Hamma narsa chorni belgi ko'rib qolasiz. Hech qayer yoqmaydi. Shunchaki chiroyli joy bo'lsa, ana shunga qarayingiz kelmaydi. Oldin o'tib ketasiz, chiroyli ekan deb o'tib ketasiz. Bo'lmasa Amerika ko'plar uchun orzu bor, aylanib yurish. Kim bo'lar? Bor Amerikada ishlayotgan mana nechta insonni bilaman, ular
oddiy misol ishlash uchun ketadi-ku. Ayta aka biz bormagan joylarga boribsizlar deydi. O'shanaqa anaqalar tushgan menga. Gap yo'q lekin молодец. Havas qildim deydi. Даже biz deydi traktordan tusha olmay yuribmiz. No sizlar aylanib yuribsizlar deyman. Necha yildan beri yada ular. Keyin borsa bo'lar, lekin ular pul topish kerak. Maqsadi pul topish. Bizning maqsadimiz shu musobaqa borganmiz, shu birinchi o'rinda olib, shu yurtimiz bayrog'ini ko'tarib, yaxshi yorug' yuz bilan qaytishni so'raganmiz-da xudodan. Shunday. Hozir endi men ketishim sababi yerda sharoit zo'r birinchidan. Mana shu akalarimiz bor, ular keyin biz любой vaqt podдержка qilamiz, даже sponsorlik ham qilamiz deydi. Podдержка qilamiz, siz xavotir olmang hech narsadan. Hammasi chiroyli bo'ladi. Xudo olsa, kelsangiz biz yordam beramiz. Yanada o'sishingizga. Chunki men borishim sababi ham shu. Men hozir Arnold Classic qatnashmayman. Arnold Bol уже men proni olganman. Hozir yana proga qatnashsam men yutqizib qo'yishim mumkin. Yutqizishim aniq bu, yutqizib qo'yishim mumkin emas, aniq bu. Yutqizaman men prolar orasida. Men hozir endi qadamni sekin tashlamoqchiman. Zinaman ko'tarilishim kerak-da. 2026-yil men Amerikan ichki musobaqalarga qatnashib yuraman. O'zida bo'ladigan. Ichki musobaqalar bor-da, masalan, Texas Pro bor, yana bir ikkita iyundan boshlanadi bor. 2027-yil xudo olsa, avvalo Alloh bizni jonimizga aniqlovchi mana bizlarda birinchi o'rinda sog'liq-ku. Sog'liqqa juda katta e'tibor beramiz. Sog'lig'imiz xudo berib tursa, agar sog'lig'im xudo berib turib, shu kuch-quvvat berib tursa, harakat qilaman xudo olsa 2027-yil oktyabr Mister Olimpiya bo'ladi. 212 kategoriyasiga tushaman. O'sha unda prolar bilan tushasiz. O'sha vaqtda prolar bilan. Hozir birdan proga sakrash niyatim yo'q, chunki men yutqizaman. Tayyorlanish kerak. Hozir men o'zimning ustimda yana ishlashim kerak, yanada o'sishim kerak. O'sib, keyin professionallar bilan bitta sahnada turish. 2026 xullas 26-27 to Mister Olimpiyagacha men Amerikada yuraman endi bundan buyog'iga. O'sha 1 yil bo'lyapmi o'shanda? 2 yil bor. 2 yil, ha? 2 yil shu Amerikada xudo olsa nasibsa shu akalarimiz bor, yordam beramiz degan. Shular podдержкасы bilan nasibsa zo'r bo'ladi. Aka, omadingiz bersin. Rahmat. Endi bizda men ko'rgan bo'lsanglar, storiesga qo'ydim anaqani. Podkast qilamiz, Jahongir aka bilan Ro'zabek akani chaqiramiz deb, o'shanda savollar berishdi. Qiziq savollar bor, shularga javob olamiz. Shu birinchi savolimizda farmakologiya haqida. Qisqaroq qilib javob beraveramiz. Farmakologiya hozirgi kunda oddiy zalga chiqayotgan bola ham qiziqyapti-da. O'shanga shunaqa odam bolalarga maslahat berasizlarmi yoki maqsadi bor musobaqaga tayyorlanayotgan bolalar yoki musobaqaga chiqmoqchi bo'lgan bolalar haqida? Farmakologiya agar maqsadi bo'lmasa kerak emas-da, endi maqsadi bo'lmasa kerak emas. Qachon kerak farmakologiya? 40 yoshdan keyin kerak. Bizlarda xalqimizga shunday-da, testosteron tushib ketadi. Bizda mana anavimiz, metodimiz, yeb icharimiz bor, to'y, ma'raka, hamma narsa bor-da. Bizda kino ko'rishda ham даже oldiga shirinlik olib yeb ko'radi, kechki payt. O'sha uni yoqmaydi, keyin uxlaydi shu bilan. Ichkari organizm qiynaladi, jigar bor, hamma narsa bor-da masalan. O'shalar qiynaladi. Farmakologiyani oddiy misol hozir yosh bolalar so'raydi, men o'zimga ham nechtasi yozadi. Aka, sirazi hech qanaqa salom yo'q, endi alik bor. Birdan, aka qanaqa farma qilsam bo'ladi? Keyin aytaman, necha yoshsan sen? 20 yoshman. O 23 gacha, u даже 25 gacha desang bo'ladi. Testosteroni baland bo'ladi u. To'g'risi, testosteron baland bo'lib, somatropin gormoni ham yaxshi ishlab turadi 20 yoshda ham даже. O'shaning uchun maslahat beraman men. Hech qanaqa maqsadi bo'lmasa, xullas mana shu yo'l bilan ketaman desa, agar bizning yo'l bilan ketaman deganda ham doktor endokrinolog bilan
maslahat qilgan holatda, analizdan tekshirgan holatda organizmga e'tiborli bo'lib, yaxshi trener topsa, yaxshi trener topsa, o'sha ikkalasi chiroyli yo'lni ko'rsatib bera olgan. O'shanda foydalansa bo'ladi. Dozirovkasi qancha qilish kerak. O'shanda foydalansa, shu hamma narsa sog'lig'i ham yaxshi ketadi, o'zi ham maza qilib, o'zgarganini ko'rib, yanada o'sish boshlaydi. Motivatsiya bo'ladi, o'zidan inson o'zidan motivatsiya oladi. Ertalab turib oynaga qaraysiz, o'zgaryapsizmi, yana kirishasiz. Inson shunaqada, o'zgarmayapsizmi, bu sport shunaqa sport ekanda, nechta qaytganlarni ko'rganmiz. O'sha noto'g'ri qilishdi. Noto'g'ri qilishdi. Maqsadsiz kerak emas xullas. O'zbek aka, kelajakda farzandlaringiz shu yo'lni tanlasa yoki farmakologiyadan foydalanaman desa, ruxsat berarmidingiz? Shunaqa savol kelibdi. Ha, albatta. Ruxsat berardingiz? Maqsadi chempion bo'lish bo'lsa, prosta O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, mana shu sohada oxirigacha borish bo'lsa, men qarshilik qilmayman. O'zim iloji boricha yordam berib, to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilib, shu chempion bo'lishga yordam beraman. U masalan o'zim bilaman, agar u mana shu narsani qilaman desa, qarshilik qilmayman. Qachon qilib, qanaqa qilishni ham o'rgataman. Hozirgi kunda vitaminlarga ko'p urg'u berishyapti. Sizni ham yaqinda ko'rdim, video qilib chiqdingiz. Men vitaminlarni bundaqa ishonmayman, bundaqa shu oddiy odamlar qanaqa vitaminlardan foydalanish kerak yoki o'zi vitaminning o'rni qanaqa? Sportchi uchun ham, oddiy inson uchun ham. Hozir bilsangiz agar O'zbekistonda pashti 90-99% produktlar ximiyaga aylanib bo'ldi-da. U degani masalan u narsada siz kerakli vitaminni ola olmaysiz. O'shaning uchun organizmga kerakli vitaminlar yetkazib berishimiz kerak. Biz hozir oddiy odamdan ko'ra 3-4 barobar ko'p energiya yo'qotamiz. Energiya yo'qotamiz. U energiyani o'rnini tiklashimiz kerak. Masalan, terlaymiz. Terlaganimizda kaliy, magniy chiqib ketadi. O'shalarni o'rnini qoplashimiz kerak. Undan tashqari asab ketadi. Undan tashqari vastanalniga, muskullar tiklanishi bor. Ularga addenli vitaminlar kerak bo'ladi. O'shalarni har bittasini addenli yozilganda o'zi nomi bilan vitaminlar. Agar uni kompleks qilib olingan ichadigan bo'lsak, u aytgan rezultatni bermaydi. Masalan, qaysidir vitamindan dozasi, dozirovkasi bor, kunlik belgilangan. O'sha dozirovkada ichadigan bo'lsangiz, tez tiklanasiz, ertangi trenirovkangizga ham kuchingiz svej holatda bo'ladi. Menda o'sha podkast temasi bo'lganda menga homila chiqishdi, Biofit tomonidan homiy bo'lishdi. Ularda ham mana shunaqa vitaminlar, kalsiy, bo'yi o'stiruvchi, endi o'spirin davrida ichadigan dorilari, u ham dori emas, u ham vitamin ekan. O'shanda rozi bo'ldim. O'zi bo'y temasida sal nozikroq qarashadi, lekin bularda shunaqa aniq bor ekanki, sotilgan kursligisini agar o'sha mahsulot qabul qilib olgan odam rezultat ko'rmasa, ya'ni bo'yi o'smasa, 100% qaytarib berish ekan pulni. Men o'shaning uchun yoqdi. O'zi bu podkastni tashkillashtirayotgan Biofit komandasiga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hop, endi uy sharoitida vazn olish va vazn tashlash to'g'ri ovqatlanish kerak yoki qanaqadir mashqlar bormi? Endi mashq, endi inson xuddi bunday narsada oddiy joylar tushuntirib beraman. Mashinaga benzin solyapsiz, qo'yib qo'ysangiz rasvot bo'lmaydimi? Insonda ham shunaqada. Harakat qilsa, qorni ochqaydi. O'sha qorni ochqagandan keyin ko'proq kaloriya yeyishni boshlaydi-da u inson. O yotgan bilan u qanday kaloriya? Hech qanaqa rasvot bo'lmagandan keyin yo'qtirish ham bo'lmaydi. Bir xil insonlar bor-da, aka. Ha, bes olishim kerak. Xo'p, trenirovka qilasizmi? Yo'q, men ishim ko'p. Shunaqa joylar bor-da, men kechgacha ishlayman, aka vaqtim yo'q. Unda qanday siz rasvot bo'lmasa, ya'ni o'tirib ishlayotganlar-da yana eng qizig'i. Ishtahasi ham bo'lmaydi o'zi. Yo'q, u ishtaha bo'lmaydi. Aytayman-ku, rasvot qilmasangiz qanday kirish bo'ladi?
u harakat qilsa, kaloriyani ketkizsa, ishtaha shunga yarasha ochiladi. U farqi yo'q, zalda yoki uyda yuradimi? Ko'plari shunaqa eng qiziq kompyuterda o'tirganlar nechtasini so'raydi-da. Aka, juda ozib ketadi, necha mahal o'qitingiz? Bir qilib shoshilaman, bir mahal bo'lib qoladi deydi. Bu qanday mahalda oladi u? Ololmaydi. Qornim ochmaydi deb qo'yadi. Ha. Aka, ishtaham yo'q deydi. Uy sharoitida qilsa bo'ladi, qilsa bo'lmaydi emas. Men turnik bor, brus bor. Inson qilaman desa qiladi. Aytadi-ku, xohish bo'lsa imkon topiladi deydi-ku. Birinchi o'rinda xohish, insonda o'zida xohish bo'lsa, vес olishga xohishi bormi? Значит, u harakat qiladi shunga, vес olishga. Trenirovka masalan anjuman qilsa ham, turnik tortinsa ham, men shunaqa joy bo'lgan, Gulistonda faqat shu uyda qilganman men. Kichkina gantelchalar olaman, 8 kilolik. Keyin bu yer turnik brus qildirgizgandim. Ana shularni qilib, ishdan keyin qilib, o'sha narsalar ana shuni yeyishimiz yaxshi edi-da, lekin. No, kuni bilan o'zi kompyuterda yuraveramiz-ku, rasxod ham zo'r bo'ladi. Va kardioday bo'lib ketadi. U yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib, Windows qilardik-da. Bu yoqdan bu yoqqa o'tib, bu yoqdan yoqqa o'tib. Bar rasxod bo'lyaptimi, yeyish ham yaxshi bo'ladi. Bitta ham zo'r yerdik-da. Ana shu holatni ham ves olardim. Birinchi o'rinda shu, agar ves olaman deyotganlar bo'lsa, agar sal harakat qilish kerak, organizmni birinchi o'rin vitaminni ham to'ydirish kerak. Oddiy misol D vitamin past bo'lsa ham, D vitamin o'zi hozir taktik hammada past. To'g'risi tekshirib ko'rsa, o'zi biladi. Eng qizig'i D vitaminni analiz topshirishingiz ham hozir 150 ming 200 ming ketgan. Ataymi D vitaminga talab ko'proq. Talab ko'p. D vitamin pastligi o'sha xuddi organizm anoda mashina bitta switchni shuni o'zib qo'yasiz-ku, qanaqa bo'lib qoladi organizm. Ano mashina tortmaydi. Organizmi mana shunaqa. Nimadir ashqqa bor, anoda miyasida o'sha ashqani to'g'rilamasangiz yaxshi bo'lmaydi. O'sha vitaminlarni ham vaqtida ichib, qanaqasi vitamin to'ydirsa, organizm vitaminga to'ydirsa, ishtahasi ham ochiladi. Ovqat yeyish ham yaxshi bo'ladi, ves ham oladi. O'zida harakat. O'sha vitamin deganingizda hozir suyaklari bilan muammosi bor odamlar, D3, kalsiy, arginin, sink ichsa qanaqa bo'ladi? Fikringiz qanaqa? Zalga chiqishmayapti, lekin o'zini o'z doimiy ichib yurishga shu kompleks doimiy ichib yurishga oddiy misol sinkni har kuni ichish, masalan, tindirmay ichish mumkin emas-da, sink. 2 oy ichib, 1 oy dam olish kerak xatiyab. 2 oy ichib. D vitaminlar, omega 3 har doim ichilayotgan narsa ular. Masalan, kalsiy hammada kamayib ketyapti. Oddiy misol, даже chaqaloqqa tug'ilgan chaqaloqqa berilyapti, kaplicha yoki sirupchasi. Kalsiy D3 berasiz, tish shundan keyin chiqishni boshlaydi. Shunaqa. Tishlar chiqmay qoladi. Nima uchun? Ona yemagandan keyin qanday bo'ladi? Onada bo'lish kerak birinchi. Hamma narsa to'liq bo'lsa, onada vitaminlar to'liq bo'lsa, bolaga ham boradi o'sha narsa. O'shancha asosan suyakka bo'layotganimiz glukosamihidroksin bilan kollagen eng zo'ri. Agar tabiiy yo'l bilan qilayotgan bo'lsa, kuniga kalla poycha yesin bo'ldi. O'shan bilan ko'plar o'sha aptekada ham sotasiz. Kalsiylar o'zi arzon-ku. Kalsiy, endi kalsiy bilan to'ldirganingiz bilan aynan suyakka, bo'g'inlarga bo'layotgan bo'lsa, agar ana shu sustavlarga bo'layotgan bo'lsa, glukosamihidroksin va kollagen ichish shart. Ro'zibek aka, mushak massasini o'stirayotganda eng ko'p qilinadigan xato. Mushak massasini o'stirayotgan eng ko'p qilinadigan xato hamma biladi, bu sraz ves ovorish. Masalan, birdaniga 1 oyda yo 2 oyda 10 kilo 15 kilo ves oladi. U metanni ichadi, kedirni ichadi, suvni yig'adi badanga. Uje 1 oydan keyin ichmay qo'ysa, qaytib ketadi. Na bir go'sht qoladi, na bir eski holatdan bir asar ham qolmaydi. U o'ylaydi, shu badaniga suv yig'adi, men haligi nima deydi, kachok bo'ldi deb o'ylaydi-da. Futbolkani torini kiyib olib, iloji bo'lsa qo'ltig'ini nima aytadi, tikib
qatirib. Shunaqa bolalar ham bor. Ha, o'shanaqa qilib yurishadi, lekin metani tugab qolgandan keyin aka menda manaqa bo'lyapti deb yugurib keladi. Yo mana aytim ishlamay qoldi, yo men aytimda manaqa bo'ldi, ugri toshib ketdi deb keladi. U olishdan oldin o'ylash kerak, bu narsani bilgan odam bilan maslahatlashib qilgan yaxshi deb o'ylayman. O'zi qiyin, lekin muskulni chista go'shtni o'stirish qiyin. Masalan, professional odamlar yiliga eng ko'p o'stiradigan 3 kilogacha o'stiradi. U degani bunday hisoblagansa oyiga 300 grammdan to'g'ri keladi. Demak, ancha qiyin. Qiyin, конечно. Endi oxirgisi sportchilarga yoki zalga chiqa olmayotganlarga ikki og'iz so'zinglar yoki qanaqadir turtki bo'lsa, zalni boshlasin, shu podkastdan kelgan yoki hatto uy sharoitida qilishsin, nimadir bo'lsa ham. Agar o'zi hamma narsa birinchi xohishdan boshlanadi. Xohishi bo'lsa agar, даже qishloqda bo'lmaydimi? O'zi harakat qilib boshlaydi-da. Endi boshlamaganlarga to'g'risi shunaqa joyi bo'ladi. Ko'tiga bir tepsangiz ham to'g'ri, ishlatsangiz ham bir kun ishlab, shu kunizga ishlamay qolishi mumkin-da. Ishlamaydi-da, siz bo'lsangiz ishlaydi. Xohish bo'lsa agar imkon topadi baribir. Agar xohish bo'lsa, u men to'g'risi aytaman, qilmagan inson qilmaydi baribir. Men siz mayda uni miyasiga singdirasizmi, boshqa narsa qilasizmi? To'g'risi o'ziga yoqmayapti bu narsa qilmaydi. U xohishi bo'lgan inson qiladi. Sharoitiga ham qarab o'tirmaydi. Ko'plarni o'zimiz ham shu xohishimiz bo'lgan shu narsaga o'qiganmiz, nima deydi shu ovqatni palapach bo'lsa ham, yeb bo'lsa ham qilganmiz-da. Endi nepravильно yeganmiz, vaqtida tushunmaganmiz-da chunki. Massa desa men tushunganman. Massa nabor olish kerak ekan deb kartoshka friyni ham yeb ketaverganman. Lavashni ham yeb ketaverganman, oshni ham yeb ketaverganman. Massa nabor shunday bo'lar ekan deb. Menga keyin mana bu sportga kirganimdan keyin men tushunganman, bu yerda massa nabor deganda to'g'ri mishni massa yig'ish uchun правильный питание kerak ekan. Неправильный питаниеңiz to'g'risi bo'lmaydi. Axlatga to'ygasan. O'shanaqa narsa organizmga minerallar kerak. Hamma narsa. Oddiy inson hozir bizlarda mana kartoshka frini ham semichka yog'iga qilib beradi, u eng katta zarari bor. Juda katta zarari. Anosi bunaqa alifga yo'q qimmat. Hammaning kuchi yetmaydi unga. Alifga yog'ni puliga 5 litr beradi-da bizda. Shunaqa. 5 litr. Alifga yog'ingiz bo'lsa 700 gram, 500 gram bo'ladi uning puliga. 100 ming so'mliklar yaxshilab shu 5 litrlik bemalol ola olasizda siz. O'shaning uchun avvalo o'zida bo'lish kerak insonda. Keyin beyo xohish bo'lsa imkonini topadi, qanday bo'lmasin. U maytda hozir men gapirganim bilan bittasi yotib tinglab turib, bo'ldi, men bugundan zalga chiqib ketaman demaydi ham o'sha. Endi qaraydi, unga yoqmayapti, o'tkazib yuboradi. Inson o'zida birinchi xohish bo'lishi kerak. O'zida xohish bo'lib, yuragi shunga ursa, tortsa, keyin o'sha boshlaydi u inson. Siz aytmasangiz ham qilib beradi. Ro'zbek aka, mana shu musobaqaga endi chiqmoqchi bo'lgan yoki musobaqa O'zbekistonda musobaqalarga qatnashib yurgan bolalarga o'zingizni maslahatlaringiz nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak ular? Unaqangi yosh ukalarimizga birinchi navbatda trener tanlashda adashmaslik kerak. Trener tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Agar shunaqa deb savol beradigan bo'lsa, trener tanlashda birinchi navbatda uni ko'rsatgan rezultatiga, qaysi musobaqani yutgan, qaysi darajada uni obrazovaniyasi bor, qancha bilimi bor, qanaqa darajada u farmakologiya, masalan, sport pitaniyalarni tushunadi, qanaqa darajada unga og'irlik bera oladi, shu narsalarni bilish kerak-da. To'g'ri, u treneri olib chiqishi mumkin viloyatgacha. Balkim boring O'zbekiston chempionatigacha olib chiqishi mumkin. Ungacha olib chiqish hech nima emas, rezultat ko'rsatish kerak. Agar rezultat ko'rsataman degan odam yaxshi trenerni ushlash kerak. Yaxshi trenerlar pul turadi-da.
puldan qochmasin, o'sha puldan qochmasa sog'lig'i ham, o'sha musobaqada ko'rsatilgan rezultati ham o'sha pul berganiga yarasha bo'ladi. Agar pul bermasdan qochadigan bo'lsa, rezultat ham o'shanga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun o'ziga sarflaydi-da. Masalan, o'ziga sarflamasdan nimanidir o'rganaman degan odam, masalan, xarajatsiz harakat nolga tengda. O'ziga nimaligi biznesda, o'zini ham biznes hisoblasa, hozir o'ziga tikadi, keyin u narsa qaytadi. Qachondir qaytadi. Mana shu pullar, tikkan pullarni 2 barobar, 3 barobar qilib qaytarib oladi. Hech qanaqa bu pul o'ziga tikkan puli havoga uchib ketmaydi. Birinchidan bilim oladi. Ikkinchidan u trenerdan opit oladi, agar aqlli bola bo'lsa. Bir marta o'rgatganda o'qib oladi. Keyin chempion bo'ladi. Xalqqa taniladi, yuzi taniladi, nomi taniladi. Bu degani o'sha avtomatik yo'llar ochilib, pullar kelishni boshlaydi. Rahmat aka, gaplashib maza qildim. Sizlarga hozir homiylarimiz tomonidan vitaminlar beramiz. Biofit mahsulotini sizlarga tavsiya qilsam, sostavi bilan masalan tanishtirsam, ichib ko'rgan bo'larmidinglar? O'sha o'spirinlik davrida yoki farzandingizga yoki shogirdlaringizga berib tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Sostavini bemalol tanishish mumkin, boya ham ko'rsatdim. Bu narsa masalan bizga bunaqa narsalar juda ko'p keladi. Birinchi o'zimizda sinaymiz. Hozir endi to'g'ri bo'yimiz o'sishdan to'xtagan bo'lishi mumkin, lekin buni sinab ko'rish yo'llari bor. Buni masalan sinab ko'rishdan hech qachon qochmaymiz. Agar sinab ishlab haqiqatan nima deydi, sifatli bo'ladigan bo'lsa, tavsiya beramiz hammaga. Lekin yaqinda Baxshullo aka video chiqazdilar. Shu immuniy bo'y o'sish masalasi bo'yicha, lekin ularda boshqacha fikr. Bir xilla yo'q, bo'y o'smaydi, bo'ldi. Alloh tomonidan berilgan anaqa deydi. Bir xil harakat qilmas ekan. Baxshullo aka aytdilarki, yo'q, harakat qilsin, uyquni to'g'rilasin. Immuniy o'sayotgan davrida shirinlik yemasin dedilar, to'g'ri ovqatlanishga e'tibor bersin dedilar. Shularga qanaqa fikringiz o'zi? Bu qo'shimchalarni ham masalan o'shaga kiritsak bo'ladi ro'yxatiga. Masalan, to'g'ri ovqatlanyapti, o'sha vaqtida uxlayapti. Uyda bo'lsa ham qanaqadir turnik yoki korsetlar taqib qaddini tik tutyapti. O'shanda majliga vitaminlar ham bersa bo'ladimi? U lekin unaqa gap yo'q-a, o'smaydi degan gap. Masalan, o'smaydi bo'lganda men necha yoshimdan boshladim. Xullas 2009-yil boshlagan bo'lsam, men garmon rostda o'sishni boshladim endi. O'smagan holi 2 sm menga o'stirdi. Ya'ni garmon rostda. O'zi bo'ying o'smaydi deydi-ku. Zona rostda yopildi. Bo'y o'smaydi degan holatiga, masalan, oddiy misol 2 sm men garmon rost bilan o'stirganman. Hech qanaqa turnik trenirovkada tortganman. Endi kuni bilan turnik tortmaganman. Trenirovkada tortinib, trenirovkani ham bosib qo'yganman. Garmon rostda urib yurganimni 2 sm men bo'yim o'sgan. U o'smaydi deb hech qachon anosiga organizm uchun qila olmaydi baribir. Hech kim javob bera olmaydi. Sizning organizmingizga men javob bera olmayman. Sizning organizmingizda xuddiki ham protein ichsam o'sha ertaga sizdagi bo'lib qolamanmi deganda anaqada. Masalan, proteinni ichgandan keyin o'shanga yarasha mehnati bor. O'shanga yarasha to'g'ri ovqatlanish kerak, vitaminlarni o'rniga qo'yish kerak. Albatta. U hech nima qilmasdan turmasin, yodda olmasdan protein ichdim bo'ldi. Bo'yim o'sib qoldi yoki muskulim chiqib qoldi degan narsa emas, lekin harakat qilib ko'rish kerak. Agar maqsadi bo'lsa, как положено olib borsa, hammasini kurslarini to'g'ri qilib. Albatta, aytayku, olma pish og'zimga tush deydi-ku. U qanday tushadi? Pishgan bilan bir yo o'zingiz urib tushirishingiz kerak yoki harakat qilishingiz kerak olma tushish uchun. O'shanday narsada u yotib turib oddiy misol yotib xudodan so'rasangiz ham bermaydi. Turganda harakat. Harakatingni qil, men berayin deydi. O'shaning uchun o'zi harakat qilsa insonni shu правильно pitaniyaga o'tsin, uyquni vaqtida to'g'rilasin, hammasini vaqtida qilib, vitaminlarni vaqtida ichsa, hammasi chiroyli bo'ladi. Organizmda qanaqadir kasallik bo'lsa ham ana shu kasalliklarni ham yo'q qilish. Chunki o'sha pitaniya bilan, o'sha vitaminlar bilan borda ko'p oddiy misol o'zimizda ko'p tabiiy narsadan davolanayotganlar borda. Oddiy misol ovsenka juda katta
nima uchun ovsyanka ko'plar yeydi? Mana chetdagilar ham ko'p ovsyanka yeydi. Даже o'zimizda prezidentlarimiz ham ovsyanka yeydi. Ovsyankani foydasi juda katta. Oddiy misol, jigar men ko'zim bilan ko'rgan joyim, jigar kasalligi bilan kelgan odam masalan, o'zim hayron qolganman. Avvalo Xudo beradi uni sog'lig'ini. Nimadirdan sabab chiqib beradi. Ovsyankani suvini qaynatib ichardi. Ana shu misol tuzalib ketdi. Doktorlarga borgan vaqt doktorlar asoratini ko'rmaganda bu yerga. Aytgan, gap yo'q, nima qildingsen? Davolanding nima? Yo'q, просто men ovsyanka suvini qaynatib ichgan. Ana shu narsa qarang nima? Aytadiki, ixlos qilsang cho'pda. Ixlos qilyapti shu narsaga. Xudo shu tomonlama beryapti-da shu. Nimadir sabab chiqib shuni tuzatib qo'yapti. Aytibman-ku, hammasi avvalo yaxshi niyat qilib Allohdan so'rab qilish kerak bo'ldi. Hammasi. Demak, glавный o'rinda birinchi o'rinda turadigan narsa to'g'ri ovqatlanish bo'ladi. Hamma narsaga to'g'ri ovqatlanish bo'ladi. To'g'ri uyqusini qilsin. Masalan, to'g'ri uxlasa, vaqtida uxlasa, mana 10 da uxlab yoshlarimiz, o'smir davridagilar. Vaqtida uxlasin, somatropin gormoni ham ishlab chiqaradi vaqtida. To'g'risida soat 10 dan 2 gacha somatropin ishlaydi. Ishlab chiqaradi. O'zingizda somatropinimiz ishlaydi o'sha vaqt. Bizdagilar hozir nima qilyapti? Kechasi bilan kompyuterda o'tiribdi, soat 3 da borib uxlayapti, 4 da borib. O'zimiz ham shu. Zaldan 2-3 da chiqaman. Qanday somatropin gormon ishlasin ki? Hamma narsa noto'g'ri bo'lyapti. Qanday o'sadi keyin? Aka, men o'zimdan qiziqtirgan savol bu sport uchun homiyni qanchalik o'rni bor? Masalan, hozir Xonsaroy komandasi bilyapmiz, faqat shu e'tiborlikni sportga qaratishgan bizlarga. Bodybuilding sportiga eshitishim bo'yicha biletlarni ham kelganinglarda yaxshigina mukofot oldinglar. Homiylarning o'rni qanaqa? Homiylarning o'rni juda katta. Siz o'ylanmaysiz-da, tayyorgarlik ko'rishingizda ham chunki homiyingiz bor-ku sizda. Men mana shu musobaqagacha o'zimni tayyorlanaman, xudo xolasa. Bu yog'ini ko'tarayotgan odamingiz bor-da, o'ylanmaysiz. Masalan, boraman, kvartira to'lashim kerak. Buncha bunaqa bo'ladi. Xayolingizda boya nima deydi, pul topish bo'lib qoladi-da xayolingizda. Tayyorlanayotgan vaqtingiz ham даже pulni o'ylaysiz. Borsam hozir kimdan pul olsam ekan, qaytib ketsam ekan. Shuncha forma zo'r. Lekin homiy bo'lmasa ham qiyin. Formangiz zo'r bo'lgan bilan homiy bo'lmasa qaydan bu pulni olasiz? Siz qaydan bilet olib, shuncha vaqt yashab, shuncha sharoitlar qayerdan bo'ladi? Hammasi homiydan. Homiy juda katta rol o'ynaydi. Bu bizning sportimiz eng qimmat sport yani. Bilasiz, oddiy vitaminlari ham nimadir olaman. Oddiy pitaniyasi da juda qimmatga tushib ketadi, 10 million bu pitaniya boyiga. Pitaniyamiz ham. O'sha mana shu Xonsaroyga kattakon rahmat aytamiz, chunki bizda shu hozir mo'yilaviy anoda pul bo'yicha polniy podдержкада turibdi, hech qachon yo'q demagan. Biz nima masalan tavsiyalar qilayotgan bo'lsak, Baxshul aka bilan mana shunaqa sportsmenlarni olmoqchimiz. Siz nima deysiz deb masalan birinchi o'rinda Xonsaroy kompaniya boshlig'idan so'raymiz-da endi. Xurshid akadan. Ismi Xurshid aka. Xurshid akadan so'raymiz, Baxshul aka bilan kelishamiz. Nima deydi? Xurshid aka aytadi, Baxshul aka aytadi. Sizni ko'zingiz yetsa, men qilaman homiylikni, lekin sportsmenlarga siz javob berasiz. Rezultat qilayotgan bo'lsa, men любой vaqt homiylik qilaman degan. Men hozir ham 8 kishigami, 7 kishiga homiylik qilyapti. Demak, Xonsaroy komandasi u prosmotr, masalan, Instagramda mashhurmisiz yo'qmi, umuman farqi yo'q ekan. Chunki men shu narsani kuzatdim, o'zida ham o'sha payt kam edi. Bosh edi, masalan, Arnoldga borayotganingizda juda ham kam edi. Sportning shu do'koningiz ham eshitishim bo'yicha yaxshigina homiy bo'lar ekan. Kerak bo'lsa farmakologiyasigacha olib berar ekan. Kutib olishganda sizni kichkina bo'lsa ham o'zlarini sovg'alarini berib, men hayron qoldim. Bitta odam masalan, menda shunaqa fikr bor. Anaqa mashhur odamlarga
masalan barterga ham yoki reklama asosida ham ishlatib bundan qanaqadir foyda olish mumkin-da. Sizda masalan o'sha payt 6000 tami shunaqa. Chunki prosmotringiz ham unaqa emas edi. Instagramga talabiga javob bermasdi. O'sha nima sababdan sizga homiy bo'ladi? Chunki sizda prosmotr bo'lmasa, o'sha payt bo'lmaganda baribir. Agar Xonsaroyga kelayotgan bo'lsak, Xurshid akam o'zi juda qiziqadi o'zi. Rosa sportmenlar yaxshi ko'radi. Rezultat qilayotgan insonlarga qancha bo'lsa yordam beray, yo'q demaydi. Chunki o'zi yaxshi ko'radi shu narsani. Men 1800 yani olmaydi. Podpischkim 1800 deydi. Osiyo chempion, O'zbekistonda chempionat bo'lganda $7000 berganda, Xonsaroy priz $7000 edi. Ana shu vaqtda menga o'z kiritganda menga endi biz bilan ishlaysizmi? Nima deysiz deb. 1800 deb podpischkim bor edi. Bitta futbolkasini kiyib istoriya qilgan vaqtim sразу yozuvdi, biz bilan ishlashasizmi? Nima deysiz degandim, bo'ldi, men ishlashaman degan. Demak, ular maqsadi qanaqadir reklama asosida anaqa narsa yo'q. Bizda hech qanaqa foyda yo'q. O'shada ishdan aytaman. Masalan, blogerlar bilan ishlashadi ular. To'g'risi, hay Xonsaroyga kiyib yuribmiz. U hech narsa bo'lmaydi u. Biz yo reklama qilib qilganmiz yo'q. Har kuni turasiz, masalan, Xonsaroyda yangi maket chiqadi, yo yangi qurilishga videolar chiqyapti, biz qo'yib yuborganmiz yo'q, hech qaysi. Ya bir tanishlarimizga yuborganimiz yo'q. Yo'q, hech qanaqa bizlar foydamiz tegmaydi unaqa narsalarga. Endi boshliqni o'zi shu yaxshi ko'radi sportsmenlarga qilishdi, podдержка qilishdi. O'shaning uchun любой vaqtda aytgan bizlarga qancha sizlar qilsalaring, rezultat qilsalaring, men shuncha qarashaman. O'sha Xonsaroyga alohida rahmat. Demak, beminnat yordam, beminnat anaqa berishar ekanda. Endi bu homiylikni o'rni bu sportda, mana bodybuilding sportda oxirgi 3 yilda juda katta rivojlanib ketdi. Nimaga rivojlanib ketdi? Mana Xonsaroy kompaniyasi mana sportga o'tib homiylik qilgandan beri o'sha jahon miqyosida O'zbekistonda shunaqa atletlar borligini his qiladigan bo'ldi. Masalan, oldin O'zbekistonda musobaqaga borsa hech kim mensimaganda, hozir katta davlatlar, Hindiston, mana Amerika o'sha his qilyapti. O'zbekistonda shunaqa atletlar borligini. Даже o'zini vataniga borib, o'sha yerdagi sportsmenlar yutib kelyapti. Bunga yo'l ochib bergan mana shu Xonsaroy kompaniyasi bizni borishimizga, o'sha yerda yeb ichishimizga, bemalol yurishimizga moliyaviy tomondan yordam beryapti, pul tomoni. Hozir bu sportda faqat pul. Pulingiz bo'lmasa u yoqqa borib, masalan, u yoqqa borishingiz uchun eng kamida $5-6 ming pul ketadi. $5-6 ming ketish uchun uyingizda turgan yo ikkita buqani sotishingiz kerak, yoki bo'lmasa mashinangizni sotib ketishingiz kerak-da. U degani oilangizdagi uydagilarning rizqini qiyish degani. Bu narsaga vijdonchi. Mana shunaqa sponsorlar ko'payadigan bo'lsa, bizning sportimiz rivojlanishda davom etaveradi. Mana shularga o'zim ham hozir Xonsaroy kompaniyasiga rahmat aytmoqchiman, chunki menga mana shu oxirgi zborniy komandaga qo'shilishimga o'zlari ishonib, mana shu komandaga qo'shganligi uchun, mana shu ishonchini meni ham ularning oldida yuzimni yoriq qilib, rezultat bilan kelganim uchun ularga katta rahmat aytaman. Mana shu bularni homiyligi orqali Amerikaga bordim, meni yo'llarimni ochdi. Xudo xolasa bundan keyin ham ularni yuzini yoriq qilib, yaxshi natija qilaman. Demak, Xonsaroydagi homiylar bu sportchilar uchun juda muhim. Juda muhim. Agar rahmat, maza qildim. Xudo xolasa yana podkast qilamiz yoki sizlar bilan bir kun qanaqadir kunni rejalashtirib birga endi ketib qolmasangiz, balkim Xudo xolasa men o'zim yaxshi niyat qilib qo'yganman, balkim Amerikada olishimiz ham mumkindir. Xudo xolasa aka, yo'ldimagan yilga avvalambor rahmat. O'zbekka rahmat. Sizga rivoj. Rahmat. Shu podkast tashkillashtirib berayotgan o'zimga ham minnatdorchiligim bor. Biofit komandasiga rahmat deyman, chunki o'zingizlar bilasizlar, homiysiz bunaqa podkast qilib bo'lmas ekan. Men oddiy videolar qo'yib yurardim. Endi Xudo xolasa bu yog'iga yaxshi kontentli chiqishga va'da beraman. Biofit komandasi bilan birgamiz. Xudo xolasa kutinglar, zo'r yangiliklar bor hali. Rahmat.